Yo'q. Men bu shaharda hali talab qondirilgani yo'q. Men bular uchun raqobatchi deb bilmayman bularni. Menga hozir bularni oshxonani bori ham, yo'g'i ham to'g'risi ahamiyati yo'q. Lekin oxiri chidolmadi. Chiqib ikkinchi oshxona bilan gaplashdi. Kelishdi. Bu lekin kelishilgan biznes yaxshi biznes emas. Qanaqa raqobatsiz, tenglarliklar, tenglar qo'shib hech qaysi oshxonani sindirib tashlayman degan fikr bo'lmas kerak odamlarda. Qayta. Mana shu biznesdan ko'karmaganiga qarab. Mana olyapti-yu, ertaga ham ketadi degan fikr bilan ishlab oshxonani sudrab yursa bo'ladi. Qazzob bo'lish kerak. Shu ovqatga pul olmashimiz kerak. Birinchi o'rinda ovqat yoqmadimi? Nima uchun mijozlar aynan siz oshxonani tanlash kerak? Men brend topib, chunki brend topib, tipa topib. Assalomu alaykum, Hotspot podkast dasturining qadrli tomoshabinlari. Demak, bugungi dasturimizga Sherzod akani mehmon sifatida taklif qilganmiz va bugun Janubiy Koreyada mashhur bo'lgan, ko'pchilik qilishga harakat qiladigan bizneslardan biri bo'lgan oshxona biznesi haqida gaplashamiz. Oshxona biznesi bilamizki, Janubiy Koreyada juda ham mashhur, ko'pchilik uni ochib yuritishga harakat qiladi, chunki o'zbek oshxonalar halol ovqat qidiradi, o'zbekona ovqat qidiradi. Shuning uchun yaxshi yuradigan biznes sifatida qarashadi. Lekin uni o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor. Demak, shular haqida gaplashamiz. Endi bilamizki, siz hozir oshxona biznesi bilan shug'ullanasiz. Birinchi qisqacha aytib o'tsangiz, bu sohaga siz qanchalik aloqadorsiz? Mutaxassisligingiz shu sizni oshpaz, povurlikmi yoki siz havaskor sifatida boshlab, keyin bu biznesga o'tib biznesni yurityapsizmi? Assalomu alaykum. Xo'p, men bu sohaga kirganimga deyarli qiziqqanimga, ya'ni 15 yil desa ham bo'ladi. 15 yil oldin men O'zbekistonda o'zim havaskor sifatida qiziqqanman. Shu o'zim uchun yoqqan narsa bo'lgani uchun odamlardan ko'rib o'rganganman. Birorga shogirdga tushib yoki biror narsa qilib o'rganmaganman boshida. Keyin shu taqdir taqozosi bilan o'qishim chet davlatga bo'lgan. Chet davlatda bo'lgani uchun Rossiyada o'qiganman, bakalavrda. Rossiyada o'qib yurgan paytlarimda studentmiz, albatta oilaga ko'ngil yopishib olmasligimiz, erkak kishilik, tirikchilikni g'amida kechasi o'zim uchun ish istab, o'sha oshxonaga kirgan, oshxona sohasiga birinchi boshlagan ishim oshxona sohasida shashlikpazlikdan boshlaganman. Shu shashlikpazlikning orqasidan hammasini sekin-sekin usta ko'rib, shunaqalarni o'rganganman. Lekin albatta shuni aytib o'tishim kerak, birinchi O'zbekistonda, o'zimizda Andijonda Osiyo bilan deb 2011-yili katta restoran ochilgan. Juda katta restoran, sig'im odami katta. Shu yerga kirganman. 2 oy davomida ishlaganman u yerda. 2 oyda o'sha menga o'sha yerda Toshkentlik Jamshid aka deb akamiz pichoq ushlashdi, go'sht kesishdi, yo'llarini o'rgatgan. Shu bilan shu sohaga qiziqib, Rossiyada ham shuni davom ettirib, qo'ldan kelgancha harakat qilib, o'qishim davomida har doim deyarli ishlaganman. Shuni hisobiga shu oshxona sohasida powerlik menga o'zi qandaydir kasb bo'lib qolgan. Bilamizki, Janubiy Koreyada Chunchon shahrida yashab istiqomat qilasiz va bu yerda bir necha yillar oldin men eshitishim bo'yicha, bilishim bo'yicha oshxona biznesiga bir necha bor harakat qilib ko'rgansiz. Bu sizning birinchi urinishingiz emas. Shular haqida qisqacha gapirib bersangiz, qanaqa bo'lgan birinchi boshlanishi? Birinchi boshlanishi shu bir biz shaharda yashagan bir akamiz bo'lardi. Boshida birga sherikchilikka boshlaylik degan. Men u paytda qandaydir endi o'qishim sabab keyin unaqali qiziqib olmaganim uchun dam olaman degan maqsadda unamaganman. Ravshan aka deb akamiz bo'lardi. Shu aka oshxona ochaylik degan. Men lekin unga ham boshida imkon darajasida u aka uyda tayyorlab ovqat sotardi. Men yo'l yo'rig'ini tushuntirganman. Oshxonaning qanday ochilishi, qanday foydalari, qanaqa ziyoni bo'ladi, qanaqa hamma yo'g'ini tushuntirganman. Aka ochgan birinchi bo'lib. Keyin bu shaharimizda 1 yilga yaqin yurgizishdi u yerda. Akani oshxonasi ayrim sabablarga ko'ra yopildi. Aka boshqa shaharga ko'chib ketdi. Shu yerda shundan keyin oshxona bo'lmadi. 1 yil davomida undan tashqari yana 1 yil yurdik. Oshxonaga haqiqatda zoriqdi. Hammaga kerakli narsa bo'ldi. Oshxona masalan boshida ko'pchilik emas edi. Juda sanaqli odam edi-da, baribir 50-100 rosa bo'lsa 200 kishi chiqardi Chunchonda. Shunga bir harakat qilib ko'raman degan fikr bo'ldi. O'zimda naqd pul bo'lmagan. Naqd pul bo'lmagani uchun qo'rqaman boshida boshlaganman. Keyin ikkamiz maslahat berib, qo'lingizda hunar, shuni qilib ko'rmaysizmi
bo'lib ketar, boshlar bilan gaplashib ko'ring dedi. Ishlayotgan joyimizda endi hammamiz bilamiz. Kelib qiladigan ishimiz arbeit bo'ladi, ko'chaning ishi, qurilish sohasida. Boshlig'im bilan so'raganman. Olmos qarz desam, qancha degan? 10 million pul so'ragan. 6 oyda qaytarib beraman senga. Hech qanaqa foizsiz, boshqasiz, foyda. Umuman moddiy tarafi, un uchun foyda tarafi yo'qligini hisobga olib aytganman. Men chunki foiz bersa biz avvalo harom bo'ladi. Riboga kirib qolishini bilib turib so'raganman. Keyin ikkinchi boshlig'dan so'raganman. Samshul Sajon. Birinchisi bermagan. Birinchisi bergan. Bir og'iz so'zsiz 5 aprel kuni pul tushadi degan. Shu ishlab yurgan paytimda 10 million pul hisob qo'ygan. Aytmagan ham, pulimni topib qo'ydim, senga pul berdim demagan, даже e'tibor bermagan. U odam uchun endi mayda pul olgan vaqtida. Keyin ikkinchisi hamma taniydigan Kapyon Samshul Sajondan 10 million so'raganman. Senga 6 oyda chiqarib beraman yoki biznesimga sherik bo'l degan. Qanchadir miqdorda foyda chiqarib beraman senga deganman. Foyda bo'lsin. Ha, u ham musulmon odam emas, koreys odam. Menga aytgan, bo'pti degan, sen menga degan, foyda chiqarib berasan, agar oshxonang zo'r bo'lib ketsa berasan degan. 1-2 oy sendan pul so'ramayman, boshqa qilmayman, oshxonangni yurgiz yaxshilab degan. Yurmay qolib, sen bankrot bo'lib, qo'qis yopilib ketadigan darajaga kelganingda, men sendan bu pul so'ramayman deb turib bergan. Shunda kechib yuborishga. Shu umuman qatib sendan bu pulni senga bir minnat qilmayman yoki talab qilmayman sendan degan maqsadda bergan u pulni. Necha pul? 10 million bergan. Shunda keyin o'sha birinchi ochgan oshxonam Musofir deb bir Nozim aka deb shu yerda Ahlimim akamiz bo'lardi. Shu aka mana shu nomni qo'yamiz deb bir harakat qilib ko'rdik aka bilan. Ochamiz birladi. Aka ta'dil taqozosi bilan O'zbekistonga ketdi. Shu akadan keyin o'zim shuni so'radim, aka shu ismni qo'ymoqchiman, mana shunaqa nomni qo'yib oshxona boshlamoqchiman desam, uka omadingiz bersin deb ruxsat berdi. Shu bilan oshxona stashga tushdim. Oshxona joy chiqdi, juda ko'p joy chiqdi. Xumunni o'ylab ko'rdik, biz nima Chunchondagi Kangonni orqa eshik tarafi, universitetning orqa eshik tarafi yoki old eshik tarafi. Eng zo'r lokatsiya bo'yicha o'sha Musofir menga to'g'ri kelgan. Birinchi o'rinda o'ylagan maqsadimiz odamlar kelib mashina qo'yish uchun shu hamma taraflamani o'ylab o'sha yerda olganman. Demak, bu biznesda joy masalasi o'ta muhim. O'ta muhim. Misol uchun o'zingizga ishonib, o'zingizning qobiliyatingizga, oshpazlik mahoratingizga ishonib ochib olganingiz bilan joylashuv yaxshi bo'lmasa yurmay qolishi ham mumkin. Albatta, chunki aytaman, Xumunni ochadigan bo'lsak, birinchi o'rinda muammo bo'ladigan narsa, почти hammamizda o'sha mashina bor-da bu yerda, akademiyada yurgan bolalar, studentlarda kelamiz, hammamiz qiziqamiz mashinaga. Arzon, shuning uchun mashina olingandan keyin albatta oshxonaga boriladi. Borilgandan keyin joyi yo'q mashina. Keyin nima qiladi? Odam qandaydir hali o'ziga noqulaylik his qilgandan keyin harakat qilib, o'sha 1-2 boradida, kelmay qoladi, bu yerda mashina qo'ygan joy. Boshqa yangi variant chiqib qolsa, yaqinroq parkovkasi bor. Shuni hisoblarini olib, boshida boshlaganmiz. Yaxshi bo'lgan, Allohga shukr. 6 oy davomida haqiqatda bergan va'dalarim ustidan chiqib, boshliqlarga pullarini qaytarganman. Yomon bo'lmadi, yaxshi pul topdim. Foydadan berdingizmi boshliqqa ham yo berdingizmi? Foyda berdim, albatta berdim. Har xil berdim. O'ziga qarab, masalan, yaxshi foyda qilgan oylarim 500 ming wongacha foyda berganman. 500 ming, даже undan ham ko'p. Endi hozir unaqa homiy kerak emasmi? Yo'q. Hozirgi holatda o'zimizga hali berib, Alloh taolo berib, mana 3-oshxonamni ochdim. 3-marta ochdim. Ya'ni o'zimniki emas, bir ikkinchisini endi sherikchilikda boshladik. Qanday deb tushuntirsam, sherikchilik shu bir-birimizga gapimiz to'g'ri kelmadi. Men o'zim xohishim bilan u yerdan ketdim. Bo'ldi, shu bilan u bola yaxshi yurgizib ketdi. Omadini bersin shu. Sherikchilik qanday bo'lgan, misol uchun shartlari? Shartlarimiz shu. Kim buzdi shartlarni? Yo'q, shart buzilmagan bu yerda, uka. Shart buzilmagan. Hamma yo'q yaxshi bo'lgan. Faqat men o'zimni qandaydir noqulay his qilganman. Shundan keyin qandaydir oshxona sohasidan charchab qolibman degan fikr keldi. Stress oldi, boshqa bo'ldi. Chunki odam ko'p. Ancha ko'payib qoldi. Chunki Musofirda yurgizganimdan ko'ra eski shahar oshxonasini ochgan paytimizda odam anchagina ko'paydi. 2-3 barobar ko'payib qoldi. Shuning hisobiga charchoq, keyin oilaviy muammolar. Shu sababli men chiqib ketaman dedim. Qo'limdan kelgancha 2 oy oshxonadan chiqib ketayotganimda yo'l yo'rig'ini ko'rsatib, ukalarimizga hamma yo'lda tashab, ipidan ignasigacha aytib chiqib ketganman. Mana yaxshi yurishibdi deb umid qilaman. Men o'zim ham ko'rib turaman, o'zim ham vaqti kelsa klient bo'lib bordim.
Mana hozir aytyapsiz, deyarli 3 ta oshxona ochilishida shu paytgacha hozir buni hisoblasak 4-chi, birinchaligi. Ravshan akaniki Ravshan endi aka bilan bunga men prosta yo'l yo'riq ko'rsatganman, Maslahatlashib. maslahatlashganman. Lekin ikkitasida to'laqonli kirib, o'zim harakat qilib, yordam berib, hamma yo'g'ini почти o'zim qilganman desam ham bo'laveradi. Mana ikkinchisini aytyapsiz, uchinchisini aytyapsizki, endi uchinchisi deb olaveraylik shartli. Zerikib, charchab, odam ham ko'payadi deyapsiz, ketib yuborganman deyapsiz. Shu paytda sizda xayol bo'lganmi? Bo'ldi, bu biznesdan to'ydim, charchadim, men uchun emas ekan, endi qayta ochmayman degan niyatda chiqib ketganmisiz yoki yo'q, buni hozircha to'xtataman, bir kun kelib o'zimnikini ochaman alohida degan xayol bilan. Albatta, shu narsada chiqganman. Men niyatim bo'lgan, lekin yaqin kelajakda deb o'ylamadim. Hali bir joy istab hali yopishib yotyapman mana shu uchun, hali istab hali konkretni kirishib bir istamadim-da joy. Chiqib qolsa bo'lar deb yurdim. Bir ikki joyni ko'rdim, boshqa bo'ldi. Shu ishdan qaytayotgan paytim Tangimdan ilovani bilasiz o'zingiz. Shu Tangimdan shu joy arendaga chiqdi dedi. Qaradim. Zo'r yaxshi o'zimizga hamma deyarli o'zbek jamiyat yashaydigan territoriyaga juda yaqinligi uchun menga yoqdi. Keldim kech paytda kelib, gaplashdim, dogovor qildim. Oldim. Endi aytyapsiz, birinchi biznesni ochishda ikkita karnes boshliqlardan 10 milliondan olib turdim deyapsiz. Demak, oshxona biznesi uchun endi qisqacha aytib o'tsangiz, necha pul kerak eng kamida boshlab olish uchun, yurgizib oyoqqa turib olish uchun? Endi har xil. Chunki men moncha summa, определенный summa moncha pul ketadi deb yo'nalishiga bog'liq birinchi o'rinda. Faqat fast food qilaman desa yoki bir faqat o'zbek ovqat qilaman desa, har xil o'ziga yarasha joyda hali depozit, ya'ni zalog puli so'raladi bilsangiz, Koreyada shuni hisobga olgan holatda masalan arzimagan pulga ham bo'lib ketishi mumkin. Lekin 50-60 million vaqtida yetmashi ham mumkin. Endi nima deb o'ylaysiz? Bu oshxona biznesini boshlashda eng muhim narsa nima? Oshxona biznesini yaxshi yuritish uchun inson yaxshi oshpaz bo'lishi kerakmi yoki yaxshi biznesmen bo'lishi kerakmi? Yo'q, biznesmen yaxshi bo'lishi kerak, to'g'ri, biznes tarafi. Men o'ta zo'r biznesmenman deya olmayman. Chunki ko'nglim ochiq. Biznesmen odam juda ko'ngli qattiq, diydasi qattiqroq bo'lishi kerak. Ya'ni mijoz bilan ishlayotganda mijoz. Men bu yerda to'g'risi chunchonda, faqat chunchondim deb hisobga oladigan bo'lsa, men bu yerda biznesmen sifatida tura olmayman. Nimaga? Chunki bu yerga kelganimdan beri 7 yil bo'lgan bo'lsa, mana Koreyaga 7 yildan o'tdi kelganimga. Birisi akam, birisi ukamdek bo'lib, yaqin bo'lib ketgan odam. Qish sharoitini bilaman bu yerda. Och kunini ko'raman, to'q kunini ko'raman, qaysi paytda, qanaqa paytda pul odamni bo'lishini ham bilaman. Qanaqa qilib men bu darajada diydani qatirishim mumkin, o'zimga yaqin insonlarga men biznesmen bo'la olishim mumkin. Biznesmen sifatida unga qarashim mumkin. Shu kelgan odamga men biznesmenman, meni pulimni vaqtida berish deya olishim mumkin. Endi shuni hisobida yo'q. Ko'ngilchan biznesmen ham bo'lish mumkin. Albatta yo'q. Xayriyalar qilib yoki bo'lmasa yo'q, u o'zini yo'liga. Xayriyalar, boshqa yengilliklar to'g'ri. Lekin biznes sohasida biznesmen haqiqatda hisob-kitobga o'ta qattiq bo'ladi. O'ta qattiq bo'ladi hisob-kitobga. Bitta ishni yurgizish kerakmi? Rostmana 1000 wondan boshlab, masalan, won olsang, 1000 wongacha kerak bo'lsa hisoblash kerak odam. Men senga mo payt 1000 won berdim. Seni mendan qarzing bor. Shunaqa. Men unaqa qila olmayman. Men imkon boricha shu hamma mijoz davolik, minnatdor bo'lib ketishni xohlayman imkon boricha. Lekin shu paytgacha ishoning, birorta odamni daftar tutib, mana odamning moncha qarzi bor deb yozmaganman. Bolalar, o'zimizning bolalar, aka-ukalar hammasi o'zlari yozib yurishadi. Shuni hisobiga men o'zim ishonch, birinchi o'rinda ishonchim mana shunaqa hali. Yegan ovqatiga va beradi degan nimam bor. Demak, bu Janubiy Koreyada biznes sohasini yuritish uchun inson avvalo yaxshi power bo'lishi kerak, chiroyli ovqat tayyorlashni bilish kerak. Bu misol uchun biznes qilish, ya'ni savdoni yo'lga qo'yish, yaxshi shartnomalar tuzib, yaxshi ishchilar joyiga qo'yish yoki bo'lmasam go'sht mahsulotlari har xil yerlardan har xil narsalar olib kelasizlar. Bunaqa narsalarni tashkillashtirish bu ikkinchi darajali. Albatta. Eng birinchisi demak Koreyada zo'r bo'lishi kerak. Poweringiz bo'lmasa, masalan, oshxonani o'zini bitta poweri bo'lmasa, bu Koreyada hamma powerga tekkan kasallik deb o'ylayman. Masalan, vaqti kelsa men ham 3 oy bitta oshxonada ishlaganman. Chunki hushiga kelgan paytda tashab ketaveradi. Chunki bu yerda dokumentalniy ofitsialniy ishlanmaydi-da. Shuni hisobiga bitta обязательно poweri o'ziniki ishonchli odam bo'lish kerak deb hisoblayman bu narsani. Men o'zim qo'limdan kelar ekan, shunga o'zim boshladim.
balkim ba'zilar o'ylaydiki bu Janubiy Koreya, misol uchun raqobat uncha kuchli emas. O'zbekistonga boradigan bo'lsangiz, O'zbekistonda nima ko'p? O'zbek ovqatini zo'r qiladigan powerlar ko'p. Bu yerda endi ko'pchilik ishchilar yoki bo'lmasam talaba viza bilan keladi. Shuning uchun, misol uchun, ovqat qilishni ham zo'r bilish shart emas. Eng muhimi shu biznesda davomli yo'lga qo'yib, davomli boshqarib, arzon ovqatlar bilan yoki bo'lmasam shunga o'xshagan narsalarni davomli ta'minlab tursa, biznes yaxshi o'xshab ketaveradi. Baribir odamlar shuni kelib yeyishga majbur bo'ladi degan fikr yo'qmi? Menda hayot faqat pul topishdan iborat emas u. Hayot faqat pul topishdan, faqat pul emas u. Masalan, odamiylik bo'lish kerak. Yeyotgan ovqatini odam mana luqmasini o'tayotganda marda qo'pol qilib gapirsa, qarg'ab yoki qo'ling sinsin degan gap bilan o'tkazish kerak emas-da. Odam o'lganlik kunidan borib oshxonaga masalan mana ovqatni puli yo'qligidan emas, oshxona ovqat, mazali ovqat yo'qligidan, majburligidan yeyish, hech kim majbur emas-ku demoqchiman ovqatga. Shuni hisobiga sotayotganda ham rozi qilib, albatta rozichilik kerak bu yerda. Mamnun bo'lib ketish kerak. Majburligidan emas. Majburlik bu narsa men umuman hech qachon to'g'ri deb hisoblamaganman bu narsani. Chunki bu insonni o'zini xohishi, o'zi xohlab pul topib mehnat qilib kelyaptimi, shu o'zini puliga sotib olyaptimi? Обязательно shu pulga yarasha ovqat yeyishni ham xohlaydi-da, mehnat qilib. Bori shu qo'limdan kelgani shu deb bo'lmayapti-da deb qo'yish, odam o'zini ustida ishlash kerak. Endi siz hozir aytyapsizki, eng muhimi misol uchun boshqalarni rozi qilish, moliyaviy jihat bu keyingi o'rinda deyapsiz. Nima deb o'ylaysiz? Oshxonangiz misol uchun o'zbek talabalari kam kirsa yoki qishda bilamiz yoki boshqa sabab bilan daromad unchalik kuchli bo'lmasa, necha oygadir chidab turib bera olasiz? Shu oshxona o'zini o'zi zo'rg'a qoplaydi, sizga foyda kelmaydi. Qancha turib bera olaman deb o'ylaysiz? Foyda kelmasa, kamida 6 oy oshxona o'zi qo'pol qilib gapirsa, chidasa bo'ladigan holat. Faqat o'zini o'zi aylantiradi. Siz olmaysiz, shu qoningiz to'yadi shu yerda. 6 oy davomida. 6 oy turib bera olasiz. Ovqatni juda yaxshi pishiradigan power ham muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkinmi? Siz aytdingizki, eng birinchi bu biznesda power zo'r bo'lishi kerak. Shu biznesni yuritadigan uni yuragi, uni boshqa odamlarni, ya'ni xo'randalarni jalb qiladigan narsa bu biznesga oshpaz bo'lishi kerak deyapsiz. Nima deb o'ylaysiz? Zo'r oshpaz ham bu biznesni yurita olmay qolishi mumkinmi? Albatta. Yurita olmay qolishi mumkin. Nima sabab bo'lishi? Muomala. Kelgan klientga kerak bo'lsa, oyog'ini juda ko'rdik, muomala qilgan powerlarni ko'rdik Koreyada. Oyog'ini juda qiladi muomala. Nima bo'ldi? Yopildimi u ko'rganlaringiz? Ko'rganlarim yopilmadi. Power yo'qib ketdi, siz yo'qib ketishdi. Powerni almashtirdi. Restoran egasi albatta oshxonada turishi kerakmi yoki boshqaruvga e'tibor qaratish kerakmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Doimiy shu oshxonaning ichida, qozon tovoqning ichida yurish kerakmi? Oshxonani boshlagan odam yoki bo'lmasam boshqa ishlar bilan ham shug'ullanib, oshxonani vaqt kelganda boshqalarga topshirish kerakmi? Albatta vaqt kelib o'ziga kandidat, ya'ni nomzod tayyorlab, bitta o'ziga yaxshi o'rganib, qanaqa qo'li juda emas, chindan haqiqatda shu sohaga qiziqib topayotgan pulimni halollab, mana shu sohadan pul topaman, menga shu narsa kerak degan odam o'rgatib, masalan, qo'yib qo'ya olasangiz, ko'chada boshqa narsalar, imenda faqat oshxona sohasi emas, boshqa odamlar uchun manfaatli narsalarga harakat qilsa bo'ladi bu narsa. Siz rejalaringizda bormi? Misol uchun, men shogirdimni hozir yaxshilab o'rgataman, keyin topshiraman. Albatta. Boshxonada vaqtinchalik yurgizaman, endi masalan o'zim. Lekin kechki soatda обязательно o'zim turaman. Chunki odamlar o'zim uchun masalan aka-uka mana shu bola bilan gaplashib kelaman degan maqsadda ham keladigan juda ko'p men oldimda. Pul topish va sifatni saqlash o'rtasida qanchalik muvozanat bor? Ayniqsa Koreya sharoitida faqatgina biznesni arzongarov qilib bo'lsa ham ushlab turish mumkinmi? Ushlab turishsa bo'ladi. Arzongarov qilib ushlab tursa bo'ladi biznesda. U ochiq oydin narsa, narx-navoni tushirib, masalan, o'zini o'zi eplab turib, oyligini chiqarib beryapman-ku, ishchini shu yetadi degan. Men ko'rganman-da shuni. 5 yil oldinmikin bitta oshxona, yangi ochilgan oshxona Chonju degan shaharda. O'sha oshxonada ikkita oshxona yonma-yon bo'lib qolgan, ikkinchi oshxona yangi ochilgan. Endi uni power yaxshi bo'lgan. Ovqatlarni yaxshi qilib, odam tortishni boshlaganda, adashmasam 4 oy yoki 6 oyda, 6 oy davomida narx hamisha eng arzon, eng qimmat bo'lib kelgan qozon kabob, masalan, bilasiz o'zingiz, go'sht hisobiga qimmat, chunki
go'sht, muzlagan go'sht, suv chiqqanda katta bes yo'qotib yuboradi, qo'g'rilganda yana bes yo'qotadi, shuni hisobiga. O'sha odam shu narxni tushiraman degan, endi pulli odam bo'lgan. Pulli odam bo'lib, 6 oy davomida menimcha 6 oy 6000 so'mdan sotgan. Teng yarmiga sotgan. 6 oy davomida. Lekin oxiri chidolmadi, chiqib ikkinchi oshxona bilan gaplashdi-da, kelishdi. Bu lekin kelishilgan biznes yaxshi biznes emas bu. Hech qanaqa raqobatsiz, teng narx belgilab, teng narx qo'yishib, o'sha hamma yoqda birga qilishib oldi-da endi u o'sha paytda. Birga qilgandan keyin o'z-o'zidan o'sha odam bo'linadi, unga ham kiraveradi, bunga ham kiraveradi. Shuni hisobiga men bu narsani to'g'ri deb bilmayman endi. Alloh alam, men o'zim uchun kelishilgan biznes harom deb bilaman, o'zim uchun. Men shuning uchun hech kim bilan raqobat bo'lish kerak albatta. Chunki raqobat iste'molchilar foydasiga xizmat. Faqat ovqat emas, ovqat bilan qilib raqobat qilib narx tushirish emas. Yangilik qilish kerak odamlarga. Nima ketadi, nima kerak, nima bunaqa. O'ylash kerak, izlanish kerak-da. Mana uni olyapti-yu, ertaga ham shu ketadi degan fikr bilan ishlab oshxonani sudrab yursa bo'ladi. Faqat u bor ekan odam o'sha iloji yo'qligidan boradi. Yaxshi. Endi hozir o'zimiz Chunchon shahrimizda ham halol oshxonalar ko'payib ketdi. Misol uchun Takkalbiy halol takkalbiy bor, yoki bo'lmasam Kebab House bor, Musofir bor, Eski shahar bor, Asarti ham ochilyapti. Mana siz oshxonangiz bor. Endi nima deb o'ylaysiz? Shu oshxonalarni o'zingizga siz raqobatchi sifatida ko'rasizmi yoki bo'lmasam shu o'zbek brendini, o'zbekona taomlarni targ'ib qilayotgan hamkor sifatida ko'rasizmi? Misol uchun ular ham o'zbek ovqatini pishiradi, men ham karislariga ko'proq shuni singdirsak shu madaniyatni. Meni ham biznesim gurkira edi, misol uchun faqat o'zbeklar emas, tojik, qozoq, qirg'izlarni ham misol uchun shu o'zimizni ovqatlar reklamasini tarqatishga yordam beryapti deb o'ylaysizmi yo raqobatchi deb ko'rasizmi? Raqobatchi deganda endi o'z-o'zidan mana shu biznesga qarshi baribir u ham nimadir qiladi, men ham nimadir. Men hali bir bu yerda ko'rganim yo'q. Men uchun raqobatchi degan odamni ko'rganim yo'q. O'zim uchun raqobat bo'layotgan yoki bir hali raqobat qilyapman deb o'zim uchun xayol qilganim yo'q. Men bu oshxonalarda o'zini yo'ligida, endi bu oshxonalarda yo'nalishi bor, boshqasi bor, ishlash tizimi bor. Men bular uchun hali raqobatchi deb bilmayman bularni. Menga hozir bularda oshxonani bori ham, yo'g'i ham to'g'risi ahamiyati yo'q. Umuman ahamiyati yo'q. Endi buni qanchalik tushunsak bo'ladi? Misol uchun hali ular sizni biznesingizga qanday ta'sir o'tkazadigan darajaga yetib kelmadi degan ma'nodami? Yo'q. Ularning borligi yo'qligi, gurkirab ketishi yoki bo'lmasam yopilishi menga hech qanday ta'sir o'tkaza olmaydi degan ma'nodami yoki? Men aytaman, meni biznesim bularni birinchi o'rinda karvonko'p rizqi bo'ladi. Alloh taolo men uni yozib qo'ygan rizqini men uni olib yetolmayman. Alloh taolo yozgan rizqni men kimdan bo'lsa ham birovning haqqi birovga o'tib ketmaydi. Men o'zimga keragini menga beradi Alloh. Oshig'ini o'zi egalariga bergan. Men bu narsani aytaman, raqobatchi deb bilmayman bu. Raqobat qilyapman deb ham hisoblamayman. Chunki men odam ko'pligini hisobiga o'zim uchun bir kichikroq qilib kafe qilib ochdim bu narsani. Lekin vaqti kelib kengaytirish niyatim bor. Tez orada bu vaqti kelib emas, tez orada kengaytiraman oshxonamni. Biznesimni ham kengaytiraman. Boshqa yo'nalishlarni ham qo'shaman bu biznesga. Shu o'rinda yana bir savol. Men sanab o'tdim, hozir 5 ta yo 6 ta shu halol oshxonalarda ovqatlanadigan joylar topishimiz mumkin shu kichkina shaharchamizda. Nima deb o'ylaysiz? Hozir yana bitta oshxona ochilsa, bunga zarurat bormi yoki bo'lmasa sizlar allaqachon bu talabni qondirib bo'lganmisizlar? Yo'q. Men bu shaharda hali talab qondirilgani yo'q. Odamlar xohlayotgan narsani hech qaysi oshxona, meni kerak bo'lsa o'zim oshxonaman, kerak bo'lsa qilib bera olmaydi. Agar haqiqatda bir rostmana kattaroq puli bor, yaxshi pul tikib oshxona qiladigan bo'lsa, u odam ham yutkazmaydigan holatda oshxona qiladi. Bizga ham qaysi foizda hali tegishi mumkin ziyoni, lekin hech qaysi oshxonani sindirib tashlayman degan fikr bo'lmash kerak odamzodda. Chunki uni rizqini baribir Alloh taolo beradi. Endi mana aytdik, shuncha oshxonalar bor. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun mijozlar aynan siz oshxonangizni tanlash kerak? Nima uchun menga kelish kerak? Shu jihati farqli deya oladigan narsangiz nima oshxonangizda? Men farqli jihati, men ovqatlarimni tashi qani tez tayyor bo'ladigan ovqatlar bilan qilaman. Fast food emas, gamburger, hot-dog yoki boshqa emas. O'zim qo'yadigan jaroni, ya'ni go'sht say deb qo'yadi. Go'sht say, tovuq say, qovurma lag'mon. Shularni boshqacha usulda tayyorlaymanmi bilmayman.
shunga ko'proq odam shu keyin menda har kuni yo'q deganda har kuni bitta yangilik bo'ladi. Bitta ovqatni o'chiramanda yangilik qilib ko'raman. Shuni hisobiga odamlar keladi deb o'ylayman. Nimadir yangilik yeymiz degan maqsadda keladi. Ovqat svejiy tayyorlanadi. Shunday tayyor go'sht, xom go'sht yog' quyiladi, qovuriladi, beriladi. Endi nima deb o'ylaysiz shu oldingi oshxonalaringizda eng katta qilgan xatoyingiz moliyaviymi yoki boshqami? Bironta xato qilganman deb o'ylaysiz? Misol uchun shu xatoni qilmaganimda men hadeb u oshxonadan bu oshxonaga o'tmasdan allaqachon men katta oshxona tizimini yo'lga qo'ygan bo'lardim. Birinchi yoki ikkinchi urinishimda davom ettirganimda. Yo'q. Menda unaqa fikr bo'lmagan. Demak, xato qilmagansiz. Men o'zim uchun xato qildim deb o'ylamayman. Demoqchi bo'lganim misol uchun endi biznes bilan shug'ullanmoqchi odam bo'lsa, endi ko'rayotgan bo'lsa, demak men shu xatoni qilmasligim kerak ekan degan narsa bormi deymanda. Sherikchilikda o'ylab ish qilish kerak, shu bo'ldi. O'ylanib ish qilish kerak. Restoran ochmoqchi bo'lgan odam eng kamida nimani bilish kerak deb o'ylaysiz? Misol uchun ovqat qilishni ham qoyillat bormaydi, lekin rasman shu oshxona yurgizaman Koreyada deb turgan bola eng kamida qanaqa qobiliyati yoki nimani bilish kerak? Hazil tariqasida kazzob bo'lish kerak deymi? Kazzob bo'lish kerak. Hazil tariqasida endi. Yo'q, odam birinchi o'rinda yaxshi haligi muomalali bo'lib, o'zida ishtiyoq bo'lsa, albatta inson qilgan ishni inson qila oladi. Inson qilgan ishni inson qila oladi. O'rganib, masalan, iminni o'zim qilaman, mana shu oshxonada men ko'rdimda, mana shu yerda hozir ham borda, o'zini uyida damashni pishirishib, sotishadi. Shunchaki qiziquvchilar odamlarga manfaat tegyapti. Siz bilan biz ishdan charchab kelsak, oshxona uzoqroqda, yon qo'shnimiz ovqat pishiryapti. Qiziqib, mana shu 20 ta klienti bor hech bo'lmaganda shuni. 20 ta 30 ta odam ovqatini oladi. Shu avval o'zi qiziqish kerak edi shu narsaga. O'zi ishtiyoq bo'lsa, bo'ldi, qolganini o'rgansa bo'ladi. Chunki inson qilgan ishni inson qiladi. Yaxshi, endi biz hozir sanab o'tdik o'zbek Chunchon shahrida ko'plab o'zbek oshxonalari bor dedik, lekin bu bor deganlarimiz bu muvaffaqiyatlilar. Bu Koreyada bunaqa muvaffaqiyatsiz loyihalar ham o'ta ko'p. Misol uchun hamma biznes ham oshxona biznesi ayniqsa yugurgilab ketavermagan. Nima deb o'ylaysiz, shu o'zbeklarda qilayotgan xatosi nima bo'lishi mumkin shu biznesni yo'lga qo'yishda, aynan oshxona biznesi, kafe, restoran biznesida? Hisob-kitob to'g'ri olmaslikda. Chunki oshxona sohasida eng katta minusga olib kelib qo'yadigan narsa bu go'sht. Go'sht. Eng qimmat narsa go'sht oshxonada. Halol go'sht. Halol sertifikatli, ha. Hisob-kitobsiz ishlash, chunki go'shtda qanday tushuntirsam bo'ladi? Gramovka. Ya'ni imkon boricha gram bilan ishlash kerak. Chunki sizga berayotgan ovqatim 350 gram, bunga berayotgan ovqatim 450 gram bo'lib qolsa, sizni haqqingiz bunga 50 gram o'tib ketyapti. Uni haqqi, buni haqqi degan narsalarga rioya qilib, haqiqatda chiroyli ishlarni bir tekisda olib keta oladigan bo'lsa, oshxona hech qachon o'zini-o'zi minusga olib ketmaydi. Oshxona o'zini-o'zi bo'lsa ham eplab yuradi. O'zini-o'zi tengga qiladi, tortadi. O'zbek oshxonalariga kiradigan bo'lsak, ba'zan men o'tgan safar bu yerda ham ko'rdim, video tayyorlayotganimda bir ikkita karslar turib grillni ko'rishyapti, ichkariga kirganini ham ko'rdim. Boshqa yerda ham ko'ramiz. Nima deb o'ylaysiz, shu o'zbek milliy taomlariga, o'zbek oshxonalariga talab boshqa millatlar tomonidan qanchalik yaxshi? Karslar qanchalik qabul qilyapti? Koreyslar yaxshi qabul qiladi. Faqat bular постоянно biz ovqatlarni yeya olmaydi. Nimaga? Bizda kaloriyasi o'ta kuchli ovqatlarimiz. Haqiqatda kaloriyasi baland. Yog'li ovqatlar. Ular bunaqa yog' yoki bir oshcha narsa yeya olmaydi. Shuni hisobiga ular polni o'rgataveraman degan fikr baribir qiyin bu. Bu o'zbek jamiyati uchun bo'ladigan oshxonada bu. Koreyskiy faqat koreyslarga o'rgataman desa, bu qilayotgan oshxonalar o'zbek oshxona. To'g'ri, Seulda bor. Yaxshi keladi Seulda. Nimaga? Odam ko'pligini hisobiga. Borsangiz hamisha odam bor, koreys. Обязательно hech bo'lmasa 3 ta 4 ta stolda koreys o'tirgan bo'ladi. Shuni hisobiga men o'ylayman, to'laqonli koreyslarni o'rgataveraman bu o'zbek oshxonasiga deyish juda xato. Chunki narx-navo bo'yicha ham birinchi o'rinda qimmat biz oshxonalar. Oddiy koreys oshxonalarida 7,000-8,000 mingga qonni zo'r to'yib chiqadi-da, kelsa bitta koreys. 10 minggacha maksimum. Biz oshxonalarda qiyin, 10 mingga qorni zo'r to'yib chiqish. Qiyin, juda qiyin. Siz mana shunaqa koreys yoki bo'lmasam Yevropadan talaba misol uchun keladigan bo'lsa, oshxonangizga bironta retseptingizni o'zgartirishga majbur bo'lganmisiz? Ha, bo'lganman. Ko'p bo'ladi. Mana bu narsa. Nimani o'zgartirasiz? Masalan, kimlardir masalan oddiy go'sht saydi olaylik. Go'sht saydi kimdir
sousini iloji bo'lsa so'ma qanjanga allergiyam bor deydi. Ya'ni soya sousga allergiyam bor. Yoki yachesini so'ma deydi. Borda shunaqalar kelib so'rab nima qilsa, yachesini mana bir bitta narsasini iloji yo'q qilib berasiz, mijoz talabida endi u. Shuni hisobiga o'zgarib turadi. Endi hozir o'zi aytib o'tdi, ichkarislar mutlaq o'zbek ovqatlariga o'rgatish mumkin emas. Men shunday bo'lsa ham so'rab qo'yavering. O'zbek oshxonasi Koreyada katta biznesga aylanishi mumkinmi? Katta biznes. Faqat o'zbek ovqati bilan o'zi katta biznesga aylanadi. Katta biznes bo'lish uchun faqat o'zbek bo'lish kerak bu shaharda. Masalan, Kime katta shahar. O'zbeklar birinchi qadam qo'ygan shaharlarning bittasi. Oshxona bir 20 ta yo 30 taga yaqin oshxona bor-da, qadimiy oshxona. Hammasi yuradi, hammasining savdosi bor, hammasiniki yaxshi. Demoqchi, koreys baribir ko'p emas-da, odam aholi. Demak, har qancha kattalashmasin, baribir bu shu o'zbek yoki osiyoliklarga ixtisoslashgan bo'lib qolaveradi. Albatta, shunaqa bo'ladi. Yaxshi. Agar bugun yana noldan boshlasangiz, yana restoran ocharmidingiz? Shu biznesingiz ham endi xudo ko'rsatmasin. Biznesingiz nima sababdandir yopilsa, yana noldan boshlash kerak bo'lsa, yana shu biznesdan qaytarmidingiz? Yana qaytaman. Qayta qilaman. Mana shu biznesdan ko'karmagunimcha qaytaman. Sizni muvaffaqiyatli qilgan narsa nima deb o'ylaysiz? Sabrmi, tajribami yoki shunchaki omad? Hammasi desa ham bo'laveradi. Sabr ham bo'ldi buning ichida. Alloh taolo omadimizni berib, mana shu rizqimizni qo'shib qo'ygan ekan, bunisi ham bo'ldi. Tajriba, albatta tajriba ham bo'lishi kerak. Sizningcha biznesda halollik doimo g'olib keladimi? Albatta g'olib keladi. Halol bo'lsangiz, albatta g'olib keladi. Albatta, halollik birinchi o'rinda. Halollik birinchi o'rinda. Endi nima deb o'ylaysiz? Koreyadan bir kun O'zbekistonga qaytasiz? Albatta, hammamiz O'zbekistonda ham shu biznes bilan shu faoliyat mashg'ullanasizmi yoki bu Koreyada zo'r biznes bo'lgani uchun? Yo'q, O'zbekistonda ham qilaman. Kelajak niyatlar bor, xudo xolisa albatta. O'zimning shaxsiy restoranim kattaroq qilib odamlar uchun albatta. Yaqin kelajakda shu Chunchon shahridagi o'zbeklar sizni oshxonangizdan nima kutish kerak? Nima katta o'zgarishlar, yangiliklar, rejalar tayyorlayapsizlar? Xudo xolisa endi yangilik shu vaqtda yangilik bo'ladida. Yangiligimiz ko'p, xudo xolisa. Juda ko'p narsa o'ylab qo'yganmiz. Albatta birin-ketin bo'ladi hammasi. Yaqinda xudo xolisa Insta blogerlikni boshlaymiz. Koreyada masalan vaqt kelsa odamzod o'zligiga kelib qoladi. Shu narsalarda, mana shu oshxonada tayyorlanayotgan narsalarni imkon boricha haftada bitta yoki ikkita qilib, bitta shu ovqatlarni tayyorlab ko'rsatishni ipidan ignasigacha Instagramda o'rgatib boramiz, xudo xolisa. Demak, qandaydir bir shouga o'xshagan albatta qilasiz. Bunga xohlovchilar, qiziquvchilar kelib bir kun bitta ovqat siz bilan birga tayyorlab ko'rish. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Faqat uni vaqt soati bilan sal yo'lga qo'yib olib, hozir to'g'risi Ramazon oyligi uchun faqat iftorga, saharlik ishlayotganimiz uchun odam bir vaqtda o'zida keladi. Bu narsaga imkonimiz yo'q. Ramazon eson-omon inshaalloh chiroyli kuzatib olsak, keyin boshlaymiz bunaqa ishlarni. Endi tomoshabinlardan savollar bo'lsa. Assalomu alaykum. Belki xaridor bo'lib kelayotgan yosh student bolalarda, ya'ni klientlarni desak, klientlarni muomalasidan qanaqadir asabbuzarliklar bormi, yo'qmi? Yo'q, yaxshi kelyapti bolalar. Chiroyli salom bilan keladi. Ya'ni jamiyatda o'zgarayotganligini ta'siri shu yerdan bilsa bo'ladi. Albatta. Yo'q, o'zi bizning shaharimizda to'g'risi boshqa shaharlardan ko'ra odamlar bilan sal iliqlik bor-da. Men masalan aytaman, 3 oy Teguda yashab kelganman, Kyonsanda. Kyonsan juda katta joyda, masalan o'zbeklar hozirgi holatda 2000 taga yaqin o'zbek bor. 2000 taga yaqin o'zbek bor. Juda kamdan kam holat borib siz bilan masalan muomala qilish. Biz shaharda zo'r. Bu narsa eskidan bo'lgan bilasizlar o'zingizlar. Bir-biri bilan muomala, salomatlik hech bo'lmaganda bir-birini ko'z taniydi. Muomalasi yaxshi bo'lyapti, xudoga shukr. Endi yoshlar to'g'ri, yoshlar endi sekin bu yog'iga ham endi yangi kelganlar bilan ham jicha nima qilib, lekin yaxshi, hozir holatda noliydigan emas, juda chiroyli ketyapti. Jamiyatimiz ishlari ham maqtansaga arziydigan narsa ekan. Chunki bu ikkinchi marta e'tirof etilyapti. O'tgan safargi podkast dasturimizda ham gaplashganimizda bolalar aytdiki, boshqa shaharlarda ham hammasida bo'lib ko'rganman. Chunchonda qandaydir oqibat bor. Bunday ko'z-ko'zga tushganda so'rashib, salomlashib o'tadi deb o'ylaymizki, jamiyatimiz ham shu qilayotgan podkastlarimiz ham shu birdamlikka yanada hissa qo'shadi, bir-birini tanishga, hurmat qilib, haligi o'zaro munosabatlarni yo'lga qo'yishga yordam beradi. Yana
shu kichkina doska qilinsada chunki kamchiliklarni odam yuziga aytolmaydi ko'pchilik. Masalan, ba'zi oshxonaga kirsanglar sho'r qiladi, achchiq qiladi. Ha, yuz xotir qiladi. Go'sht qattiq bo'lib qoladi. Kechaydan tutun hidi kelib qolyapti deydi-da, ya'ni shunaqa narsalarni rivojlanishlikka qanchadir bir hissa qo'shiladi shu narsa. Bu shu doska qo'yilsaki, shu doskaga odam yuziga aytolmasdan chiroyli qilib yozib chiqib ketsa, qanday bo'ladi? Restoran sohasida Rossiyada ishlaganimda jalba kniga deb qo'yadi. Masalan, e'tirozlar kitobi. E'tirozlar u doska bo'lishi kerak emas, kitob bo'lishi kerak. Mijozni oldiga olib borib beriladi. Masalan, har bir mijoz o'zini fikrini yozib ketishga haqqi bor-da. Bu yerda bu yerga kelayotgan odam должен emas deb qo'yadi. Qarzdor emas, yo tili qilsa joyligidan kelmayapti. Majbur emas bu yerga kelayotgan odam. Aybi bormi? Nimadir xato qilib qo'ydikmi? Uzrimizni so'raymiz. Qo'ldan kelsa imkon boricha shu ovqatga pul olmashimiz kerak. Birinchi o'rinda ovqat yoqmadimi? Chunki u odam uni norozi bo'lib berib bo'ldi uni. Bu narsa bu yedi, mayli yedi, lekin norozi bo'ldi. Uzrini so'rab, hatto bir ko'nglini olishga harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman men o'zim uchun. Boshqalar endi fikriga men bir narsa deya olmayman. Endi hammaning o'zining fikri, o'zining xohishi, o'zining ahli bor. Savollar yo'qmi boshqa? Uchta so'z bilan oshxonangizni ta'riflang. Uchta so'z bilan oshxonangizni ta'riflab beringchi. Nima deb ayta olasiz? Nima deb tanishtira olasiz? Birinchi o'rinda qo'pol qilib gapirsam, hali kulgili bo'lishi mumkin. Sherzod ismi. Ismi Brentopol, chunki Brentopol bo'ldi, men tipa tov. Ishdan qiziqadi. Hamma gapiradi, Sherzod oshxonasi deb bilishadi. Ko'pchilik demoqchiman, maqtanish emas bu narsa. Sherzod, Uzmen kafeda demaydi. Sherzod oshxonasida emas, yo Sherzod degan oshxonasiga boraylik deyshadi. Nima deb o'ylaysiz? Qiyin nom tanlaganman, shu sababli deb o'ylamaysizmi? Uzmen boshqalar yo'q. Eski shaharda ham, eski shahardamiz demagan. Musofirda ishlaganda ham musofirdamiz, Sherakam oshxonasidamiz deyishgan. Shu payt men 3 ta oshxona bo'lgan bo'lsa, Sherakam oldamiz deyishgan. Ikkita. Men ikkita aytdim, bitta aytishim kerak. 3 marta Sherzod deb qo'ysam. Ya. Unaqa emas. Qanday endi? Muomala birinchi o'rinda. Muomala. Sherzod muomala. Halollik shu. Demak, shu yerda bugungi podkastimizga yakun yasaymiz. O'ylaymizki, podkastimiz hamma uchun manfaatli va qiziqarli bo'ladi va biz savollar tuzayotganda ba'zan provokatsion savollar tuzishga harakat qildik. Menimcha o'ylayman hech kim buni ko'ngliga olmaydi. Faqatgina bu dasturimizni qiziqarli qilish uchun hech qanday g'arazlik niyat yo'q va boshqalarni ham demak dasturimizga sekin-sekin taklif qilib qolamiz. E'tiborlar uchun rahmat.